Assalomu alaykum parandash qozlari. Mana sizlar uchun yangi video so'raganlar asa ko'p bo'ldi. Ayniqsa YouTube kanalimda kommentariyaga yozishdi, yangi video qiling deganlar uchun. Mana свеж video. Bugun chisloga 11-yanvar kunga yakshanba. Mana birinchi bo'lib YouTube kanalida ko'rasizlar videoni. Undan keyin Telegram gruppamizga tashlaymiz. Chunki YouTube kanalimda so'raganlar ko'p bo'lgani uchun birinchi YouTube kanalda ko'rasizlar videoni. Xo'rozni yaqinda olingan Andijon shahridan Mahmud tog'adan olindi xo'rozimiz. Inshaalloh xo'rozimiz qoni toza qora shahzodalardan, serpar, yartiraydigan parlardan. Mahmud tog'ani juda ko'pchilik taniydi, ya'ni eskitdan qora shahzoda boqadigan insonlar taniydi Mahmud tog'aga. Qanaqa qora shahzoda boqishlarini bilishadi. Inshaalloh. Xo'rozni mana zo'ridan qo'shyapmiz inshaalloh makonlarimizga. Ana juda ko'pchilik hali ham farqiga bormaydi. Andijon qora to'g'ri bilan qora shahzoda gigantni farqiga borishmaydi, adashtirishib qo'yadi. Endi qishloqcha tushuntirganda ot bilan eshakcha farqi bor bo'lardi. Shu to'nida, mana bo'yni qismlarida, kallalarida juda katta farqi bor. Haqiqiy qora shahzoda, haqiqiy gigantlarda mana shu turish orqalari ham keng bo'ladi bularda. Adashtirib qo'ymanglar. Mana hurmatli parandash qozlari, sizlar uchun mana gruppa ochganmiz. Bu gruppamizga ham 7 yil, 8 yil bo'lib qoldi. Bu gruppamizda qora shahzoda, astrolog, jers 3 ta zotli parandalar. Shu gruppadan ham bir-biridan go'zal, bir-biridan zo'r parandalar topasizlar. Qora shahzoda kerak bo'lsa, qora shahzodalar mana bir-biridan zo'rlari ko'p. Mana kimgadir jersiz gigant qiziq bo'lsa, mana jersiz gigantlar bor mana. Juda chiroyli, juda sifatli. Juda zotli mana. Shu gruppamiz sizlar uchun ochilgan. Bemalol qo'shilib, aktiv bo'lib foydalanishlaring mumkin. Agarda tushunmasalaring, maya kirib bemalol adminlar bor mana, Azbek aka, Abdulbost aka, Ziyon aka, Abduqohir aka, Sarvarjon aka, Murodjon aka, Bobirjon, Adham aka, Zohidjon akalar bemalol aloqaga chiqib, shu adminlar orqali maslahatlashib olishlaring mumkin. Kozimboy mana o'zimman, bemalol menga ham chiqishlaring mumkin. Tavsiyalar beramiz. To'g'ri aldanib qolmasliging uchun birinchi adminlarga yozinglar iloji boricha. Chunki eskitdan qora shahzoda, eskitdan jerslar kim mana shu eskitdan boqayotgan bo'lsa, biz yaxshi taniymiz, bilamiz. Endi gruppada ham har xil odamlar bo'lib qoladi. Shunga strafovka qilib aytayapman sizlarga. Xo'sh. Gruppamizda silkasini YouTube kanalimga, ya'ni kommentariyasiga qo'yaman. Shu orqali o'tib bemalol shu gruppamizga ham qo'shilib olinglar va nomerimni qoldiraman. Nomerimga ham yozaverasizlar. WhatsApp, Telegram bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Parandash qozlari mana Telegram gruppamizda ham ko'rsatib o'tdim. Shu gruppamizga bemalol kommentariyaga hozir silkasini qo'ydim. Shu silka orqali o'tib bundanda yirik, bundanda go'zal serpar, yartiroq parlaridan shu gruppadan ham topa olasiz bemalol adashmasdan. Faqat ehtiyot bo'lib, tushunmasangiz mana 3818 rossiyskiy nomerimda Telegram, WhatsApp bor va u gruppada yana bir bor aytaman, adminlar ham yordam beradi. Aldanib qolmanglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.